Adabiyotdagi sir san'atlarni o'rganish uchun juda ham ko'p vaqtim ketgan va ko'plab kitoblarni o'qishimga to'g'ri kelgan. Ammo sizni bunday qilishingizga hojat yo'q. Chunki men Faktboy bugun ularni sizga shundoq aytaman. Sezib turganingizdek, bugungi faktimizda adabiy asarlarga tegishli bo'lgan 5 ta sir sanoat. Ko'pchiligimiz Narniya kinofilmini juda katta maroq bilan ko'rganmiz. Lekin undagi asosiy personaj, ya'ni Arslan, aslida Iso payg'ambar tasvirini gavdalantirganini bilarmidingiz? Garri Potter asari dunyoga mashhur bo'lishdan avval ushbu asarni 12 ta nashriyot uyida rad etishgan. Ammo uning asari 80 ta tilga tarjima qilingandan so'ng u shuhrat topa boshlagan. Frankenstein ushbu adabiy asar Mary Shelley qalamiga mansub bo'lib, u o'liklarni tiriltira olish haqidagi g'oyani tushida o'limdan tirilib kelgan erkakdan olgan. Kichkina shahzoda asari muallifni ushbu asarni yozishga uning samolyot avariyasidan so'ng kasalxonada yotgan paytlarida singlisi tomonidan o'qib berilgan Hans Christian Andersen qalamiga mansub bo'lgan kichkina suv parisi ertagiga ilhomlantirgan. Alisa va mo'jizalar mamlakati ayni paytda bu adabiy asar sifatida tan olingan bo'lsa-da, aslida esa uning kelib chiqishi bir muncha boshqacharoq. Alisa bu haqiqiy hayotda bor bo'lgan qizcha bo'lib, asar muallifi bir vaqtlar aynan shu qizchaga uxlashi oldidan ko'plab ertaklar aytib bergan va o'sha paytda aytilgan ertaklar ayni paytdagi buyuk adabiy asarga aylangan. Adabiyotdagi sirlarni aniqlash uchun ko'p vaqt hamda e'tibor talab etadi. Ammo men Faktboy bilan esa buni siz bir zumda amalga oshirasiz. Videolarimizni kuzatishda davom eting. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.